Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida yana odamlar orasida tok-shousi. Assalomu alaykum. Bugun Telegramdan tadbirkorlikkacha bo'lgan yo'l haqida gaplashamiz. Sir emaski, Instagram, Telegram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar bugun hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ushbu ijtimoiy tarmoqlardan yaxshi maqsadlarda, jumladan savdo-sotiq, turli e'lonlar berish, ma'lumotlarni taqdim etish, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish kabilar bilan birga nopok maqsadlarda foydalanayotganlar ham bor. Esingizda bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi muomala madaniyati haqida tok-shou tayyorlagan edik. Yaxshicha hal qilamiz. Virtual izohdan real mushtgacha mavzusidagi ushbu ko'rsatuvimiz YouTube kanalida 225 ming marotaba tomosha qilingan. Mingga yaqin izohlar qoldirilgan. Ular orasida to'g'ri xulosa qilganlar bilan birga bu masala televideniyega olib chiqishga arzimaydi deganlar ham bo'ldi. Xuddi shunday izoh qoldirgan asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Mahliyo Vahobova o'shanda adashganligini bugun tan olmoqda. Mahliyo opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Mahliyo opa, aytingchi, virtual izohdan real mushtgacha degan tok-shoumizga shu masala ham televideniyega olib chiqishga arziydimi? Tor doirada tayyorlangan tok-shou ijodkorlariga e'tirozim bor deb yozgan edingiz, lekin bugun esa demak fikrlaringiz biroz o'zgachaligini ta'kidlamoqdasiz. Nima sababdan fikringiz o'zgardi? Boshida men bu perdachi shartmikan degan xayollarda borgan edim, lekin o'zimni boshimga tushganligi sababli juda ham kerakligini his qildim va aynan hozirgi kunda kelib o'sha aynan telegramlardan qanaqa foydalanish, kimdadir ijobiy, kimdadir salbiy ta'sir bo'layotganligini isbotini ko'rganligim sababli sizlarga murojaat qilgandim. Mahliyo opa, aynan qanday holat siz bilan yuz berdi? Gapirib bera olasizmi shu haqida, agar sir bo'lmasa? Men o'qituvchiman, maktabda bitiruvchi o'quvchilarimni telefonini yo'qotib qo'ygan sababli ancha vaqtdan keyin ota-onasi menga kelib e'tiroz bildirishganda, u telefon yo'qolgandan keyin ba'zi bir rasmlarini tarqatib yuborishgan. Shu sababli ko'proq o'sha qiz bolani o'zi shaxsiy anaqalarga ta'sir qildi-da. Shu sababli Qiz bola bo'lgan o'quvchingiz? O'quvchilar o'rtoqlari u rasmlarni tarqatib yuborganligi uchun, demak bu ko'rsatuv juda kerak ekanligini va bu Telegramdan ham telefondan albatta ijobiy holda foydalanish kerakligini his qildim o'zim. Mahliyo opa, shu o'rinda savol tug'iladi. O'quvchingizni telefoni qayerda yo'qolgan va nima uchun ota-ona sizga murojaat qilishyapti? Aynan maktabga yo'qolganligi uchun sinf rahbarligi bo'lganligim sababli ko'proq mendan talab qilishdi, lekin men shuni xohlardimki, ota-onalar ayniqsa maktab yoshdagilarga telefon tutqazmasligi, ishlatmasligi yoki aynan maktab yoshidagilarni o'sha Telegram yoki Instagramlardan foydalanmasligi yoki foydalanganda ham kerakli bo'lgan holatlarda ko'proq takliflar bildirar edim. Mahliyo opa, o'quvchingizning ota-onasi sizdan telefonni topib berishni so'rashyaptimi yoki mana shu telefondagi o'sha qizning rasmlari tarqalib ketganligi uchun o'sha kim tarqatganligini bilib ber deb murojaat qilishyaptimi? Telefonni yo'qotishga qizni o'zi sababli, lekin o'rtoqlaridan kim aynan shu rasmlarni yoki raqamlarini kim tarqatganligini ko'proq mendan talab qilib so'rashyapti. Qaysi bir qanaqa o'rtoqlar ekanligi. Demak, aniqlashga yordam berishingizni so'rashyapti. Yordam berishimizni so'rashyapti. Rahmat. Biz mavzu doirasida so'rovnomalar olib borganimizda mana shu qizning fotosuratlari va qo'l telefon raqami qizlarning nomeri degan Telegram kanalda tarqalayotgani haqida xabardor bo'ldik. Bugungi kunda Telegramda kanallar va guruhlar soni kun sayin emas, soat sayin ko'payapti. Uni ichida yaxshisi ham bor, foydalisi ham bor, uni ichida bemazasi, bema'nisi ham ko'p. Telegramdan foydalanuvchilar son bo'yicha dunyoda O'zbekiston 3-o'rinda turar ekan va buning ichida biz hammasini ijobiy deb ayta olmaymiz. Ulug'bek, siz ayta olasizmi, qanday turdagi bemaza Telegram kanallaridan xabaringiz bor? Asosan sport va yangiliklar kanallari menda mavjud. Kursdoshlar hamda qarindoshlar guruhidan foydalanaman. Nahotki behayo qizlar fotosuratlari, video suratlar degan kanalni eshitmagansiz yoki bo'lmasam sovchilar degan kanal haqida eshitganmisiz? Yo'q. Sovchilar deganingizga bir narsa yodimga tushdi. Yaqinda fuqarolarimizdan kelgan murojaatlarni o'rganish davomida bir kanalga kirib qoldim. Haligi joyda bir sovchi ayolni sovchilikka borilgan jarayondan keyingi tahlili audio ko'rinishida ana o'sha guruhga joylashtirilganini eshitib ochig'i hayratda qoldim. Bu audio ovoz to'g'risi menda juda ham katta qiziqish uyg'otdi va bugun studiyamizga aynan mana shu audio ovozning qaysidir ma'noda ommalashuviga sababchi bo'lgan va balki o'sha audio ovoz orqali o'z kanaliga
a'zolar sonini qisman ko'paytirgan bo'lsa ham ajab emas. Mana shu yigit demak bugun tashrif buyurganlar. Keling hozir ularni taklif qilsak. Marhamat, Umid.uz kayfiyatlar 100 degan kanal muallifini mana shu yerga taklif etamiz. Marhamat. Umid, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima maqsadda mana shu audioni Telegram kanalingizga joylashtirgansiz? O'sha sovchilikning audio yozuvini. Yo, u sovchilik o'zi to'g'risi uni qanaqadir ma'noda, to'g'ri, qaysidir ma'noda odam ko'paytirishga ham balki xizmat qilgandir, lekin oxirgi 2 haftani ichida shundoq ham o'zi tarqalayotdi. Endi obunachilarga qiziq bo'lish maqsadida men tashlaganman, undan hech qanaqa bir yomonlik ko'zlamaganman. Keling, mana shu audioni hozir qisman eshitib ko'ramiz. Lekin endi xonadonga, ozoda xonadonga kirib borsiz, eshigini, darvozalari hammasi o'sha yo'ligini o'zidan sotadi. Yaxshilab bitta eshigiga, tutqichlariga, ya'ni kirdibatga chiqayotgan joylarga qaranglar. Ko'raverasizlar. Ozoda bo'lib, hop bo'lib, puxta bo'lib chiqqan bo'lsa, o'sha yerda eri etagini tutib qolib ketadi. Bola chaqa bo'lib ko'payib. Endi bu audioni davomi bor, endi davomigacha hali menga yetib kelmadi. Bu juda ham hozirgi kunda tarqalganda menga ham kelib qoldi boshqa yo'ldan. O'shanga tashladim-da men kanalga. O'zi kanalingizda nechta a'zo bor? 15 mingta. Lekin Xushnudbek, mana shu 15 mingtani yig'ish ham oson bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Yig'ish oson emas, lekin hozirgi kunda oson. Hozirgi kunda oson, bir odamlarni jalb qiladigan boshqa kanallar bilan hamkorlikda reklamalar berib, mana ko'p ko'ramiz. Bir yaxshi ma'lumotlar turgan berib boradigan kanallar o'rtada haligi ovqat orasidan tosh chiqqanda bitta reklamalar berib qoladi-da, haligi qizlar kirmasin, faqat bolalar kirsin. Mana bu yashil olmani bossang mo'jiza sodir bo'ladi. Bitta yangilikni qo'yishadi, shuni javobi falon joyda deydi, yo kirasiz hech qanaqangi narsa yo'q. Ya'ni yolg'ondan iborat, asosan men siz haqingizda aytmayapman. Shunaqangi qiziqarli reklamalar bilan tezda odam to'plab olishyapti. Men uzr gapingizni bo'ldimmi? Bu narsani men ham ko'p guvohi bo'lganman. Kerak bo'lsa ko'p o'qib aytish kerak. Pornografik rasmlar yoki qaysidir aktrisamiz, qaysidir qo'shiqchimizni masalan yalang'och rasmlari chiqib ketdi. Shunaqalarga ham guvoh bo'lganmiz. Aslida bo'lmaydi u narsa. Yo'q, u narsa kirsangiz bo'lmaydi. Odam yig'ish uchun shunaqa VP deyiladi. Buni kanalchilar juda ham yaxshi tushunadi, lekin men unaqa narsalardan masalan uchun foydalanmaganman. Men nima tashlagan bo'lsam, o'zimga tegishli narsalar, qiziqarli, bir kayfiyatni ko'taradigan narsalar tashlaganman. Chunki nimaga? Men boshida o'ylaganman, shunaqa yig'sa ham bo'ladi masalan uchun. Chunki ko'proq insonlar bunaqa narsaga layoqati ko'proqda, yomon narsaga kirishga. Umid, shu o'rinda sizga bir savol. Mana Mahliyo opa hozir aytayaptilar, o'quvchilarimning telefoni yo'qolgan va o'sha telefondagi suratlar tarqab ketgan qaysidir kanalda. Siz hech qachon mana shu faoliyatingiz davomida telefonini yo'qotib qo'ygan qizlarning rasmlarini yoki bo'lmasam ovozli o'sha xabarlarini, aytaylik, yoki SMS'larni tarqatish orqali o'sha kanalingizga a'zolar sonini ko'paytirmaganman deb aniq ayta olasizmi? Balki siz ham shunday. Yo'q, men unaqa narsadan foydalanmaganman, chunki men kanalimda yosh katta odamlar ham bor. O'zimni misol uchun qarindosh urug'larim ham bo'lishi mumkin, bilmayman-ku, o'zimni singillarim, jiyanlarim bo'lishi mumkin. Men yomon narsa tashsam, ertaga ularda ham yomon ta'sirot bo'ladi-da. Qarindosh urug'lar oldida men o'zim uyalib qolish xohlamaganim uchun ham men bilmayman 15 mingdan ichida qancha odam bor. Shuning uchun men unaqa yomon narsa lekin tashlamaganman. Yo'q, deyishga shoshilmang, chunki sizni audiolaringizdan biri aynan qizlarni qaysi ma'noda kamsitgan deymizmi yoki bo'lmasam balki siz hazil ma'nosida aytgandirsiz, lekin o'sha aynan o'sha audio sabab ham sizni bugun Umid.uz sifatida taniydiganlar juda ham ko'p. Mana shu audio yozuv ham bizda bor. Hazil she'r ko'rinishida Telegram kanalingizga joylashtirgansiz. Onasi o'pmagan, otasi so'kmagan, akasi urmagan, bemahalda yurmagan, qo'l ushlashib turmagan, notebook ko'rmagan, internetni bilmagan, Adno, Facebook, Twitter, WeChat, Viber, Tango, Agent, pochta, Mamboga kirmagan, Skype'da ko'rishmagan, ko'chada so'kishmagan, qizlar bilan yurishmagan, bir marta ham o'pishmagan, WhatsAppda o'tirmagan, nervini quturmagan, Telegramda oqlanmagan, Instagramda tarqalmagan qizlar bormi? O'zi deb oltin balodan so'radim, o'zini o'lganga savoldi. Bu nima degani? Shunaqa qiz bizda yo'q deganiku-da bu. Sizni she'ringizni eshitib, balki hazildir, lekin juda ham hayratlanyapman-da. Nima endi o'zbek qizlari shu darajada yomonlashib ketgan, shu darajada orasida haligi telefon tutmagan, demoqchi bo'lmaganman. Nima demoqchi bo'lgansiz? Bu hazil tariqasida men gruppalarga tashlaganman, tarqalib ketib qolgan, men xohlamagan. Lekin mana shu o'zbek qizlarini qaysidir ma'noda yomonlab, hazil tariqasida yomonlab bo'lsa ham o'sha mashhurlikka erishgansiz hozirgi darajaga, to'g'rimi? Noto'g'ri tushunasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun biz bir taraqqiyot davrida yashayapmiz. Internet juda ham rivojlanib ketib qoldi. Inson yaxshilikka kalit bo'lishlik kerak. Men hozir mana shu yerda sovchilik haqida bir narsa qo'yib berildi-yu, endi muallifini kimligini bilmayman.
eshitmaganmiz, shu yerda turib eshitdim. Avvalambor yaxshisini tarqatishlik kerak, yomoni kerak emas. Tarqatmoqchi bo'lsa, o'sha tarqatmoqchi bo'lgan narsasini bizni dinimiz nuqtai nazaridan undan ruxsat olishligi kerak, o'sha g'oya muallifidan. Payg'ambar alayhisalomning hadislari bor. Insonlarning ichida shunday insonlar bo'ladiki, yaxshilikka kalit, yomonlikka qulf bo'ladi. Insonlarning ichida shunday insonlar borki, yomonlikka kalit, yaxshilikka qulf bo'ladi. Yaxshilikka kalit bo'lib, yomonlikka qulf bo'lganlarga jannat bo'lsin, barakot bo'lsin. Yomonlikka kalit bo'lib, yaxshilikka qulf bo'lganlarga Allohning azobi bo'lsin, la'nati bo'lsin, o'sha balo giriftorlar bo'lsin degan ma'noda hadis keladi. Demoqchimanki, mana bugun Telegram orqali mana shunga o'xshagan narsalarni tarqatayotganlar o'ylab ko'rishligi kerak. Chunki u azob bo'lgan inson orqali pul topadi. To'g'rimi? Tirikchilik qilyapti. Mana bugun Telegramni hozir ishga qo'ygan, bu bo'yicha faoliyat olib borayotgan, bu Telegramda narsa tarqatayotganlar buni o'ylab ko'rsin. Buni o'ylab ko'rsin. Buni orqasidan unga yo yaxshilik keladi yoki qattiq bir yomonliklar keladi. Avvalambor assalomu alaykum. Men hozir aytmoqchi bo'lgan gapim, Telegramdan har xilcha kanallar chiqqan, lekin bu kanallar hammasi ham yaxshi emas, lekin ayrimlari bor. Masalan, hazilomuz odamlar to'g'ri, agar Telegram kirishmasa bir xil bolalar bor, yomon yo'llarga ham kirib ketishi mumkin. Masalan, ichadi, chekadi, boshqa narsa qilishlari mumkin. Endi bu bilan hozir Telegramni ham yomon ham deya olmaymiz. Endi hamma o'zi xohlagancha, o'zi bilgancha foydalanishadi Telegramni. Umiduz kanali yaxshi kanal. Men bunga bir ikkita narsalar ko'rganman. Ko'rsa bo'ladi-da. Singlimiz aytib o'tdilar, Telegram biz bu yerda hozirgi muhokama Telegramni yomon deyotganligimiz yo'q. Telegramni ichidagi muhokamani biz yomonlikka chiqarmoqchimiz. Telegramda yana ba'zida shunday narsalar chiqadiki, yolg'on ma'lumotlar tarqaladi. Misol uchun, men bu narsani falonchaga jo'natsang, pistoncha bo'lasan, men bu narsani jo'natsang, mo'jiza ko'rasan, boshqa qilasan degan narsalar bor. Bu hammasi bu bo'lmagan asossiz narsa. Afsus, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev avariyadan keyin vafot etdi. Janozaga keling deb, mana bu yerga bosing vaqtini bilish uchun dedi va u yerga bosingiz hech qanaqa avtohalokat ham yo'q. Ulug'bek aka gastrol yurgan bo'lib chiqadi. Mana shuning uchun-da mana boyna yuqoridagi aytgan hadisim bekorga emas edi. Biz o'sha yaxshilikka kalit bo'lishligimiz kerak. Yomonlikka emas. U bir insonning obro'yini, sha'nini, uni hayotini tajovuz qilishlik yoki uni yerga bulg'ashlik mutlaqo mumkin emas. Va Telegramdan kelib qoldimi, kimgadir narsa jo'natadi. Nima haqqing bor, misol uchun kelgan narsani birovga jo'natishlik? Oldin uni bilgin, tekshirgin. U o'sha jo'natmoqchi bo'lgan odamingni yaxshiligiga xizmat qiladimi, yomonligigami? O insonda filtr, dunyo qarash, o'sha tafakkur bo'lishligi kerak. Buni orqasida yulduz bo'lmoqchi bo'lganlar bo'ladi. Misol Telegramda 10 ta 15 ta o'rtog'iga jo'natsa, go'yoki o'rtoqlancha qahramon bo'ladi. Hamma shundan keldi degan informatsiya yo'q. Bu narsa bu. Avvalo yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holatda yoshlarni qiziqtiradigan narsalarga jalb qilish kerak. Iloji bo'lsa, yoshlar qiziqishi mumkin. Qanaqadir qiziqadigan usullardan foydalansa, birinchi navbatda yoshlarni huquqiy madaniyatini oshirish kerak. Avvalambor Telegramdan foydalanish qoidalarini bilish kerak. Har bir Telegramda kanal yaratayotgan shaxslar avvalambor boshida yaratayotgan davrda qanday tartibda foydalanish kerak o'zi shu kanaldan. Sababi bilib bilmay yolg'on ma'lumotlar, insonning sha'ni, qadr-qimmati haqidagi noto'g'ri ma'lumotlar tarqatish asosida insonlar javobgar bo'lib ketishi mumkin. Bu javobgarlikni oldini olish bu har bir shaxsning oldida turgan asosiy vazifa. Mana shu nikohni bekor qilish bo'yicha beriladigan arizalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, oxirgi paytlarda o'sha sud protsessida ishtirok etib, asosiy sabab nima sababdan sizlar masalan o'sha ajrimga niyat qildingizlar yoki nima sababdan ajrashmoqchi ekan degan agar savollarni beradigan bo'lsangiz, ko'proq o'sha erkak tomon, ya'ni o'sha eri yoki xotin tomonidan ham bo'ladigan holatlar bor. Mana shu Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan paytda o'zi bilgan holda yoki bilmagan holda o'sha tanishib qolgan kim bilandir o'sha yozishmalarni asos sifatida ko'rsatishadi va uni kerak bo'lsa o'sha rasmga chiqarib, o'sha sud jarayoniga ham taqdim etishadi. Mana shuni asos sifatida ko'rsatib, mana shu bir begona erkak bilan gaplashganligi yoki begona ayol bilan gaplashganligi uchun men buni bir oilaga nisbatan ishonchsizlik deb o'ylab shu ajrashmoqchiman degan da'volarni ham ko'ramiz. Shundan ham ko'rish mumkinki, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni chiqib kelishi va undan bir noto'g'ri maqsadda foydalanish jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lmish oilani ham buzilib ketishiga va buni oilani ish ildiziga zil ketishiga ham asosiy sabab bo'lib qolmoqda. Shu uchun ham o'sha xalqimiz, o'sha yoshlarimiz Telegram bo'ladimi yoki boshqa turdagi ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, bundan foydalanayotganda buni salbiy va ijobiy tomonlarini o'ylab, faqatgina shu agar ijobiy tomonni ko'radigan bo'lsa, shundan foydalansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram yoki WhatsApp
Qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, ular qaysidir darajada agar biz ulardan to'g'ri foydalansak, mushkulimizni oson qiladi. Shu jihatni ham tan olishimiz kerak, to'g'rimi? Uzoqimizni yaqin qiladi. Biron bir masalani muhokama qilishimiz kerak bo'lsa, avvalgidek masalan bir davraga yig'ilib o'tirmasdan o'sha yerni o'zida muhokamaga mavzuni tashashimiz va o'zaro fikr almashishimiz ham mumkin. Ularning ichida endi kerakli misol uchun gruppalar bor, kerak emasi bor. Bir xil bu odam o'ziga ham bog'liq-da, mana siz aytasiz foydalanish kerak. Misol uchun o'ziga kerakli narsa, misol uchun rasmini qo'ymasin, u qiz agar rasmi tarqalishini xohlamasa, agar u qiz hech kimga rasmini yubormasa, hech qachon tarqalmaydi-da u rasm. Qatdan kelib uyda olib ketmaydi-ku. Shu odamlar o'ziga ham bog'liq shu masala. Ota-onalar misol uchun qarash kerak. To'g'ri, men yoshman, men hech kimga aql o'rgatish niyatim yo'q, lekin shu rasmlarni qo'ymasdan bolalarga ham ishonib, misol uchun so'rasa rasmlarni kerak bo'lsa, to'g'risi uyat bo'lsa ham aytaman, yolg'onga tushgan rasmlarni ham jo'natgan qizlarni men eshitganman-da. Misol uchun men o'zimning ichkamga ham juda ko'pchilik yozadi. Yoshlar misol uchun qiziquvchan-da, xohlagan narsasiga qiziqib, yozib ko'rib, o'zi tanishib, shu real hayot bilan adashtirib qo'yishyapti-da. Shu internetda o'zida tanishib, o'zida anaqa qilib, o'ziga ham bog'liq demoqchiman, qanaqa foydalanish. Mana bular ham aytdilar-ku. Mana siz hozirgi videoroliklarda nima ko'rdik, siz juda ham bor ekan-ku. Demak, haqiqatda mana shunaqa chiqarib yuborayotgan ekansiz videolarni. Men sizni qizingizni yo'q. Men unaqa birovni videosini chiqarmaganman. Siz adashyapsiz. Men o'zimga tegishli narsani tashaganman o'zim uchun. Bu bilan demoqchisiz, hech qanaqa o'zbek qizlariga yaxshi qizlar, iboli, hayoli qizlar yo'q degan maqsadda o'sha yozuvlarni tarqatib yuborgansiz. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men unaqa tarqatib yubormaganman. Men o'zimga kerakligi o'zim o'zim tashaganman, ommalashib ketganman. Bu narsani kutmaganman ham u payt. Shundan keyin shunaqa hech qachon birovni rasmini yoki videosini hayotda tashamaganman yoki bu qiznikini hech qachon, chunki g'alati narsa-da. O'zimiz ham opa-singillarimiz bor, men bu narsani xohlamaganman. Mahliyo opa, mening nazarimda aytmoqchilarki, aynan sizga o'xshagan o'sha kanal ochganlar, to'g'ri balki hammasi ham emasdir, lekin qaysi birdirlari o'sha voy men buni ko'rgin, zo'r narsa chiqibdi deb tashlab yuboradi, natijada butun O'zbekiston ko'radi. Balki xorijda ham ko'radi-da. Emas-ku, to'g'rimi? Qo'shnim yangi nomer olgan ekan, Telegramga bog'lanib bering dedi. Shuni telefonda Telegramini shuna yoqsa, endi avvalgi ishlatgan qiz bolaniki ekan, nomeri bilan chiqib keldi. Telegramni endi qiziqib och dedi. Qo'shnim ko'rdik, rasmlari bilan endi qarab bo'lmaydigan juda ham sharmanda rasmni chiqarib qo'yibdi-da. O'sha qiz bola avvalgi ishlatgan Telegramdan foydalangan insonni o'sha o'zini ibo hayosiz qarab bo'lmaydigan darajadagi rasmlarni ham ko'rib qoldik. Umid xuddi shu masalani ko'tardi-da. Umidbekning gapiga men qo'shilaman. Ya'ni, xo'p, shu yoshlarning o'zi nimaga unaqa o'zini rasmini chiqaryapti? Mayli, eng yaqiniga bo'lsa ham. Lekin Xushnud yana bir masala bor. Asosiy masala shunda o'zi. Podpiska yig'ish uchun. Yana bir masala bor. Mayli, xo'p, kimdir chiqaribdi deylik-a. Lekin hozir yana bitta narsaki, ko'rib qoldimi, xuddi bir qop oltin topgandek darrov tarqatishga. Hech kim, men shuni ko'rdim, shu yerda to'xtating, shu yerda men ko'rdim, boshqa hech kim ko'rmasin deydigan narsa ham yo'q. Tan olaylik. Ijtimoiy tarmoqdan samarali, ijobiy maqsadda foydalanishdan ko'ra, salbiy maqsadda foydalanish ko'proq. Ana shu savol, yana o'sha savolga qaytamiz. Nimaga yoshlarimiz ijobiy emas, salbiy maqsadda foydalanishga ko'proq o'z ruju qo'yib ketgan? Qaysidir rasmni tarqalishida agar ayb bo'lsa, 50% ayb tarqatganlarda 50% ayb shuni boshlang'ich nuqtasiga borib taqalyapti-da baribir. Ana shuning uchun asosiy savolni shunda qo'yishimiz kerak. Qanaqa qilib yoshlarimizni to'g'ri foydalanishdan o'rgatishimiz kerak. To'g'ri foydalanish deganda bu noto'g'ri narsalarni tarqatmaslik, to'g'ri foydalanish deganda bu o'zini behoya rasmlarni ham birovga jo'natmaslik. Hozir o'zini o'sha rasmlarini birovga jo'natgan qiz oppoq bo'lib, uni tarqatgan, qiziqishda endi tarqatadi-da. Endi buni to'xtatib bo'lmaydi buni. Bu g'iybat, tuhmatni tarqatish bu 1000 yillardan buyon bor narsa, buni to'xtatish imkoniyati yo'q. Bu yerda hozir rasmga tushib o'zi jo'natgani bor, g'oyibona berkitib olib turib tarqatganlar bor. To'g'rimi? Telegramda shunaqa holatlar ham bo'ladi-yu. Mana misol uchun bu ma'murlardan bittasi o'tirgan bo'lsa, siz o'sha Telegramga tarqatmoqchi bo'lgan narsangizni tarqatmasangiz yoki o'shani umumiy holatda qanaqadir bir informatsiya sifatida yozib olishni sizning haqqingiz-ku. Chunki siz o'shani tashkil qilgansiz, o'shani tepasida turibsiz. Undagi a'zo bo'lib turgan insonlar orqali siz tirikchilik qilyapsiz, to'g'rimi? O'shalarni kelayotgan narsasini siz ko'rib turib, bilib turib, odam sonini ko'paytirishlik emas, yaxshilarni ko'paytirishga harakat qilishlik kerak. Yomonlarini emas. Bizni o'zimizning qo'limizda-yu bu. Hozir to'g'ri kimnidir biz ayblayapmiz, ota-ona deyapmiz, yoshlar deyapmiz, boshqa, lekin har bitta asos solgan asoschini o'zi
tepada turgan, o'shani qarab turgan, nazorat qilsa o'shani o'zini qo'lida-yu. Mana shu ko'rsatuvni tayyorlash jarayoni mobaynida biz bir narsaga amin bo'ldikki, hali bizning yoshlarimiz unchalikka borishmagan ekan. Men nima haqida gapiryapman? Aynan mana shunday bo'lar bo'lmas bemaza Telegram kanallarining ma'murlarining aksariyati bizning yurtimizda emas, yurtimizdan chet mamlakatlarga chiqqan, qaysi davlatga ishlash, o'qish uchun yoki boshqa faoliyat uchun borgan va o'sha yerdan turib o'sha Telegram kanalini boshqarayotganlar ham ozchilikni tashkil etmas ekan. O'zbekiston hududidan boshqa mamlakatga chiqib ketgan fuqaroni qaysi ijtimoiy tarmoqni boshqarmasligi uchun ular bilan ish olib boriladimi? Biz tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi tomonidan fuqarolarni qonuniy ravishda chet elga chiqarish yo'llari olib boriladi. Shulardan bittasi fuqarolar chet elga chiqishdan oldingi ko'nikish markazi bor. O'sha yerda biz o'quv kurslarini o'tkazamiz. O'quv kurslarida bittasi bu ekstremizmga qarshi kurashish, o'sha davlatga borayotgan qonunchiliklarni o'rgatamiz. Mehnat migratsiyasi bo'yicha o'sha davlatda qonun talablarini o'rgatamiz. Birinchi fikrimizni huquqshunoslarimizdan olaman. Ular mana shunday turdagi xatti-harakatlar bilan shug'ullanayotganlarda qonunchiligimizda qanday ularga nisbatan chora ko'rish haqida gapirishsa yaxshi bo'lardi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, demak o'sha Telegram orqali bo'ladimi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'ladimi, kimnidir sha'ni va qadr qimmatiga teguvchi, masalan, o'sha ma'lumotlarni u rasm shaklida bo'ladimi yoki boshqa shaklda bo'ladimi, yo bir informatsiya axborot shaklida bo'ladimi, ularni masalan o'sha tarqatishni biz O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda ham haqorat yoki tuhmat qilish uchun javobgarlik belgilangan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ham xuddi shu haqorat va tuhmat uchun javobgarlik choralari ham belgilangan. Bundan tashqari o'zini sha'ni va qadr qimmatini kamsitilgan degan deb hisoblaydigan shaxslarimiz O'zbekiston Respublikasi o'sha fuqarolik sudlariga murojaat qilib, hatto buni o'sha ma'naviy zararni undirish choralarini ham ko'rilishi mumkin. Soha ijtimoiy tarmoqlar tizimi butun dunyoda global tarmoq juda ham rivojlanib ketdi. O'zbekiston ham o'sha demak rivojlanib ketgan darajada o'sha internetdan foydalanib kelyapti. Hamma chiqqan o'sha har xil kanallar deymiz, mana Telegram, WhatsApp, Instagram kirib kelyapti hayotimizga-da. Lekin bizda mana hozir siz ta'kidlab o'tgandek, o'sha normalar qaysidir qonunlarda yoki qaysidir kodekslarda, balki yaxlit alohida qonun ishlab chiqish vaqti kelmadimikin? Bugun bizda alkogol va tamaki mahsulotlarini cheklash to'g'risida qonun bor yoki bo'lmasa axborot xavfsizligi to'g'risida qonun bordir. Mana shu narsani internet global tarmoqdan to'g'ri, samarali foydalanish haqida qonun qabul qilishimiz mumkinmi? Yaxlit qonun sifatida, chunki biz mana hozir ko'ryapmiz, juda ham rivojlanib ketyapti. Yoki muqaddas aytgan taklifga hali ancha bormi? Endi bilasizmi, axborot asrida avvalambor axborot xuruji degan narsa bor. Bu axborot xurujiga jamiyatimizda o'sib kelayotgan yosh avlod tayyor bo'lish kerak. Bu qachon tayyor bo'ladi? Qachonki ma'nan shakllangan va o'zini fikran, demak, mustaqil fikriga ega bo'lsagina shulardan to'g'ri foydalanadi. Endi men yurist sifatida shu narsani aytishim mumkinki, to'g'ri aytyapsiz. Vaqti keldi, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga, jinoyat kodeksiga va boshqa kodekslarga o'zgartirish kiritish davri. Men aytmoqchimanki, alohida qonun sifatida, alohida javobgarlik sifatida belgilash shart emas. Amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Qachonki shu jamiyatimizda rivojlanayotgan holat, ijtimoiy munosabat yuzaga kelyapti. Ijtimoiy munosabat yuzaga kelgandan keyin uni tartibga solish kerak. Avvalambor tartibga solish zarurati bo'lgandan keyin bunga muhtojmiz va qonun qabul qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlari, demak qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan davlat organlari bu tashabbus bilan chiqish vaqti keldi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, mana shu qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasini siz u biz qolaversa, mana ommaviy axborot vositasi sifatida biz jamoatchilik vakillari sifatida mana shu taklifimiz albatta inobatga olinadi. Qonunchiligimizga o'zgartirishlar kiritiladi. Telegramda yoki bo'lmasa boshqa xorij mamlakatlarda chiqqan messenjerlarda filtr iloji yo'q deyshadi-ku, har xil pornografiya boshqa bizning qo'limizda emas deyshadi. Balki o'zimizni qanaqadir milliy messenjerlarimizni ishlab chiqarish va uni nazorat qilish imkoniyatiga siz qanaqa qaraysiz? Mana shunaqa qilish kerak emasmi? Bu bir 5 yil oldin boshlangan narsa. Anor mana yaqinda Pingle degani bor edi, ya'ni onlayn messenjerlar, xuddi Telegram, WhatsApp o'rnini bosadigan yaxshi taklif, zo'r taklif, lekin unga odamlar kirmasa nima qilish kerak? Mana Kamola menimcha bu haqda fikr bildirsalar to'g'ri bo'lardi. Aynan Davra.uz messenjeri tashmasam. Davra.uz bu bizning milliy ijtimoiy tarmog'imiz hisoblanadi. 2016-yil 1-iyundan ishga tushgan bo'lib, u yerda 520 dan ortiq turli mavzudagi sahifalar bor. 230 dan ortiq mavzuli guruhlar bor. Undan tashqari bu ijtimoiy tarmog'imizda barcha ijtimoiy tarmoqlarni funksiyasini o'zida qamragan hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib 16
400 ta foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Kamolaxon, mana hozir 16 mingtadan sal oshiqroq demak a'zosi bor deb aytyapsiz-da. Umidni bitta Telegram tarmog'idagi bitta dona kanallarida 15 mingta odam bor. Lekin O'zbekistonda yaratilgan ijtimoiy tarmoq nima uchun ommalashmayapti? Sababi nima? Reklama yetishmayaptimi yoki bo'lmasam noqulaymi? Nima sababi? O'rgandinglarmi shuni? Biron bir ijtimoiy tarmoq ishga tushgandan keyin, misol uchun Facebook o'zi ham 2004-yil ishga tushgan bo'lsa, 1 yil uni faqat talabalar o'rtasida foydalanilgan. Undan keyin foydalanuvchilar soni 15 millionga yetib, ommalashib borgan. Har bitta ijtimoiy tarmoq ishga tushgandan keyin uni aholini jalb qilish uchun reklama kerak bo'ladi. Reklamada bilasiz, televideniyega reklama qo'yish yoki bannerlarda reklama qo'yish. Davra.uz milliy ijtimoiy tarmoq haqida katta auditoriya, ko'p aholi, ko'pchilik hali ma'lumotga ega emas. Nima qilish kerak shuni ommalashtirish uchun? Buning uchun bizning o'zimizning O'zbekiston telekanallari yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda reklamasini yanada kuchaytirish, yoshlarni jalb qilish. Chunki ijtimoiy tarmoq o'z serveri o'zimizda joylashgan sababli biz u yoqdagi ma'lumotlarni nazorat qilish o'zimizning qo'limizda. Davra.uz milliy ijtimoiy tarmog'ida nomaqbul mavzudagi yangiliklar, ma'lumotlar umuman yo'q. O'zimiz nazorat qilamiz, o'zimizni qo'limizda. Reklama joylashtirish kerak, reklamani ko'paytirish kerak deyapsiz, ommalashish uchun. Tan olish kerak, reklama ham albatta ma'lum bir mablag'ni talab etadi. Tekinga hech kim hech nimani hozirgi zamonda reklama qilib bermaydi. Balki sizlarda aynan mana shu yo'nalishda qandaydir muammolar bordir. Balki sizlarga imtiyozlar yaratish kerakdir yoki mablag' yetishmayotgandir, mablag' olish kerakdir. Meni fikrimcha, imtiyozli ma'lum bir pozitsiyalarni bizga taqdim etilsa, ushbu ijtimoiy tarmoq haqida barcha aholi ma'lumotga ega bo'lsa, foydalanuvchilar soni oshadi. Baribir bu TASX tarmog'ida bepul biz mobil versiyalarini ishlab chiqqanmiz, talqinlarini foydalanuvchilar telefonlaridan foydalangan holda ham ushbu ijtimoiy tarmoqdan foydalanishi, chatlarda guruhlar tashkil qilib gaplashish imkoniyati yaratilgan. Undan tashqari bizda fayl обменник, облачный хранилищеga o'xshagan ma'lumot ulashish imkoniyati yaratilgan. Aholi uchun misol bilish darajasini oshirish bizning birinchi hozirgi vazifamiz. Biz telekanalimizda ekspertlar va rahbariyat bilan kelishgan holda My5 telekanalining Instagramdagi sahifasida aynan Davra.uz'ni ommalashtirish bo'yicha targ'ibot etish bo'yicha albatta qo'ldan kelgancha imkoniyat doirasida ko'maklashamiz, bunga harakat qilamiz. Hozir esa aynan Telegramda oldi sotdi bilan shug'ullanayotgan Otabek ismli yigitni mana shu yerga taklif etmoqchimiz. Marhamat. Telegram tarmog'ida tadbirkorlikni qachon boshladingiz, Otabek? Telegramda tadbirkorlikni bu 1 yilcha bo'lib qoldi boshlaganimga. Xaridorlarga agar shunaqa deb aytish mumkin bo'lsa, qaysi turdagi mahsulotlarni taklif etasiz? Atir anaqa Telegramda olib sotib. Atir. Va hozir tok-shouga murojaat qilgan paytingizda mana shu faoliyatingizni kengaytirmoqchi bo'lganingiz haqida va buni qonuniylashtirish haqida o'sha ko'mak so'raganingiz, to'g'rimi? So'radim, o'sha nima anaqa maslahat berasizlar. Bu ichki ishlar o'tiribdi, soliq idoralari o'tiribdi. O'shalardan maslahat so'rab, qonuniylashtirgani keldim. Misol uchun anaqa kengaytirmoqchiman u narsani. Tadbirkorligimni kengaytirmoqchiman, biznesimni. Faoliyatingizni kengaytirganingizdan keyin sarf xarajatlarini qoplashingizga ko'zingiz yetyaptimi? Hozir ishingiz shu darajada yaxshi bo'lib ketganmi? Ha, hozir yaxshi, ko'z tegmasa. O'sha boshqa viloyatlarga har xil odamlar telefon qilyapti va mendan mahsulot so'rayapti. Yetkazib berish uchun shu hamma narsani qonuniylashtirish kerak. Postda anaqa tekshirishlar bo'ladi. Otabek mana shu tok-shoudan chiqiboq faoliyatini qonuniylashtirish uchun qaysi idoralarga murojaat etish kerak? O'zbekistonda elektron tijorat to'g'risidagi qonun bor. Unda o'sha yuridik shaxslar tomonidan xizmatlar ko'rsatish yoki tovarlarni realizatsiya qilish, o'zini mahsulotlarini sotish bo'yicha boshqa tashkilotlar bilan elektron tartibda shartnoma tuzish va xizmatlarni bajarishning huquqiy asosi yaratilgan. Faoliyatingizni qonuniy tartibda amalga oshirish uchun demak siz bugungi kunda hamma joyda bor o'sha yagona darcha markazlariga murojaat qilishingiz kerak. U yerda bir ish kunida hozirgi kunda faoliyatingizni qonuniy davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Endi shu o'rinda bir narsani aytib ketishim kerak. Tarmoqli marketing o'zi nima? Tarmoqli marketing, tarmoqli tashkilot tashkil etish uchun bu tarmoqli tashkilot
O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi qonunchilik talablari asosida tashkil etilgan yuridik shaxs bo'ladi bu. Yuridik shaxs o'zini o'sha tovarlarni, xizmatlarini mustaqil sotuvchi agent yordamida tarqatish, sotish faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Mustaqil sotuvchi agent esa bu yuridik shaxs tashkil etmagan yakka tartibli tadbirkor. Lekin u ham yakka tartibli tadbirkor jismoniy shaxs sifatida o'zini faoliyatini qonuniy tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak bo'ladi. Muzaffar akaning tavsiyalari va ko'rsatmalariga agar Otabek rioya qilsalar, ajab emaski, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 26 yillik tantanalari arafasida yana bir yosh tadbirkor sifatida biz Otabekni navbatdagi bir tok-shoularimizga taklif etsak. Biz mana shu kollej, litseylarda, maktablarda tadbirlar uyushtiramiz. Vazirlar Mahkamasining 139-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha mobil telefonlardan foydalanish tartibi. O'quvchilarimiz orasida ko'proq uchrab turadi bu narsalar. O'sha taqiqlangan pornografik mahsulotlarni olish, tarqatish, ularning telefonda aniqlangan taqdirda o'sha Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasi bilan javobgarlikka tortilib, ularning ota-onalari o'sha voyaga yetmaganlar komissiyasida hokimiyat huzuridagi bo'yicha 47-modda bilan javobgarlikka tortilish choralari ko'rilyapti. Endi bu yoshlarimizni biz bu narsadan taqiqlay olmaymiz. Biza o'sha narsa yetib kelayotgan ildizini biza yo'qotishimiz kerak. O'sha bu yoshlarimiz bu yosh niholda bular. O'sha kelayotgan nopok, noto'g'ri narsalarni ular qiziqish bilan baribir qabul qilaveradi. Biza o'sha ijtimoiy tarmoq kanallari, tadbirkorlik, ya'ni bu Telegram ham bu gruppa kanallar ochish, bu tadbirkorlik, moddiy manfaat yotar ekan. Mana shu narsadan to'g'ri foydalansa, bizning kelajagimizga, yoshlarimiz o'rtasida har xil o'sha huquqbuzarliklarni oldini olgan bo'lib, bizga ham o'sha narsa bo'yicha yordam qilgan bo'lardi. Demak, o'sha yurtboshimiz takror ta'kidlayotgan profilaktikani kuchaytirishimiz kerak bu yo'nalishda. Albatta, o'sha profilaktikani kuchaytirib, biz hozirgi kunda o'sha targ'ibot, tashviqot ishlarini ham ko'plab olib boryapmiz. Haftaning payshanba kuni profilaktik kuni munosabati bilan kollej, litseylarda targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borib, o'sha telefondan foydalanish tartiblarini ham bir qator tushuntirib boryapmiz. O'sha kanal rahbarlari shu narsani o'z nazoratlariga olib, ular ham o'sha chiqarayotgan narsasi yoshlarga nima deydi, nojo'ya ta'sir qilmaydigan narsalarni chiqarsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Umid.uz Kayfiyatlar 100 kanali mana shu tok-showimizdan so'ng o'zini faoliyatini qanaqadir o'zgartiradigan bo'ldimi yoki bo'lmasam mana shu yo'nalishda qat'iy olg'a olib boraverasizmi faoliyatingizni? O'zi meni yomonlik hech kimga unaqa yomon narsa shu kungacha mendan ko'rishmagan. Endi bitta narsaga men amin bo'ldim. Misol uchun shag'am bilan xonani yoritish mumkin va u yoqni yoqib yuborish ham mumkin-da. O't qo'yib yuborish ham mumkin. Qanaqa foydalanishimiz, yaxshi tomonga foydalanishimiz o'zimizga bog'liq ekan va qo'ldan kelgancha yordam berib, mana bularning saytlarini ko'tarilishiga ham yordam berib, bu kamizani tadbirkorliklariga ham qo'ldan kelgancha internet orqali yordam berishga harakat qilamiz va shunaqa qarorga keldim. Bu yaxshi narsa bilan foydalansa bo'lar ekan hamma narsadan. Mahliyo opa, sizga shu o'rinda savol. Telefoni yo'qolgan o'quvchingizni taqdiri yoki o'sha holat hozir qanday ahvolda turibdi? Ichki ishlarga yoki bo'lmasam boshqa huquq tartibot idoralariga murojaat qilganmisizlar shu holat bo'yicha? Men o'zim taklif qila olganim yo'q. Uydagilari oyisi bu masalada izlanishlar borayotgan edi, ko'proq izlab turuvdilar. Menda shu o'rinda bir taklifim ota-onalar uchun bolalarga iloji boricha o'sha telegramlardan foydalanishni taqiqlash bilan bir qatorda bolalarni telefonidan qanaqa foydalanayotganiga, qanaqa saytlar borligini doim tekshirib tursa yaxshi bo'lar edi. Va keyin misol uchun men o'z fanimdan o'quvchilarga ko'proq o'sha uyda har bir insonda hozir kompyuter, internetlardan foydalanish holatlari bor. Albatta fanimizga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni dars vaqtida izlanib umumiy holda o'quvchilarni bir yangiliklardan foydalanib fanimizga tegishli bo'lgan mavzularni topib kelishi uyga vazifa qilib qo'shimcha ravishda berilsa, darsdan tashqari o'quvchilar boshqa saytlardan ko'ra baho olishga qiziqish maqsadida ham o'sha internetdan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni izlashga ozgina vaqt ajratadi. O'shaning uchun ko'proq bolalarni o'qituvchilar ham qaysi yo'llardan telefon yoki internetdan foydalanishiga ham qiziqtirish, to'g'ri yo'lga qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Juda ham to'g'ri. Aynan mana shu sizning o'quvchingiz bilan sodir bo'lgan holat oqibatlarga oydinlik kiritish va huquqbuzarlarga jazo berish haqida ichki ishlar tizimi vakillari aniq ko'rsatmalar berishdi, jazo muqarrarligini ta'kidlashdi. Albatta kechiktirmasdan holatga oydinlik kiritish uchun ariza bilan murojaat etishingiz mumkin va nafaqat bu bilan siz o'sha o'quvchingizni oqlab olasiz, shu bilan birga o'sha aybdorlarni jazosini berishga ham hissa qo'shgan bo'lasiz va bu kimlargadir dars bo'ladi degan umiddamiz.
Otabekdan ham fikr eshitsak yaxshi bo'lardi. Otabek, endi Telegramda o'sha savdo sotiq bo'yicha ochgan kanalingizni, umuman faoliyatingizni rasmiylashtirishga tayyormisiz? Ha, endi bugundan boshlab harakat qilaman, maslahat so'rayman. Nima dokument, nima qog'oz, hammasi kerak bo'lsa, borib hammasini qonuniylashtirib davom etaman sotish. Hali yaxshi mavzu ko'tarilganida, ya'ni qonunchilikka taklif borasida. Haqiqatan hozir bu masalani kechiktirmasdan biz amalga oshirishimiz kerak, chunki ijtimoiy tarmoqlar qonunchiligimizda hech qayerda aks etmagan. Biz hozir faqat haligi prikollar, suratlar haqida gapiryapmiz. Aslida uni xavfi tobora kengayib bormoqda-da. Masalan, 50 ming a'zosi bor kanal yaxshi odamlarni ko'paytirib olgandan keyin yaxshi narsalar berib, falon payti falon joyga yig'ilinglar, mana bunaqangi bir aksiya bo'lyapti desa, shu 50 ming odamdan hech bo'lmasa bir 1000 tasi yoki bir 5 ming tasi qaysidir bir joyga keladi. Lekin u nima maqsadda keladi? U yerdan aslida nima ko'zlangan? Mana shu masalalar mana kuni kecha shunaqangi voqealar bo'ldi-ku, o'shaning uchun bu birinchi bizga signalda. Shuning uchun Telegramni butunlay yurtimizda taqiqlash haqida menimcha o'ylamaslik kerak, lekin nazoratni kuchaytirish, qonuniy asoslarni belgilash bo'yicha tezroq bu narsalarni hal qilishimiz kerak deb o'ylayman. Psixologiyada shunaqa narsa bor, nimani taqiqlasang, ayniqsa yoshlar shu narsaga qiziqadi. Nimaga taqiqlayotgan ekan deb o'sib ulg'ayotganlar. Shuning uchun biza ustozlardan, ota-onalardan, kattalardan talab qilinadigan narsa o'sha narsani taqiqlash kerak emas, balkim yaxshi va yomon tomonini tushuntirib, ko'rsatib berish kerak va bunda nafaqat ustozlar, balkim har bir yoshlarning ota-onasi juda ham katta rol o'ynaydi. Endi bu Telegram foydali tomoni bizada o'sha agentlik tomonidan ochilgan migratsion o'z yangiliklari bor. O'sha yerda chet elda fuqarolar o'zi qonunchilik, qanaqa migratsiya sohasida bo'yicha, qanaqa yangiliklar bo'yicha har xil ma'lumotga ega bo'lib turadilar. Shu tomondan ham Telegram bir tomondan foydali. Fuqarolar chet elda o'sha qanaqa qonunchiliklar yuzasidan yangiliklar bo'lsa, o'shalarni qo'yib turamiz. Shu tomondan ham foydalanib shu narsalarga e'tibor berishadi. Demak, bu ham qanday maqsadda foydalanishga bog'liq. Albatta. Shu migration o'ziga qo'yiladigan bittagina post minglab xorijdagi yurtdoshlarimizga ko'makchi bo'lishi albatta, albatta. Tok-shouimiz so'ngida nafaqat Telegram, balki barcha ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar foydalanuvchilaridan maqsadli foydalanishlarini so'rab qolamiz. Bu odamlar orasida tok-shou sayda o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bizga murojaat qilishni unutmang. Omon bo'ling.